Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Davron Tech hamda Omad.uz kanalidan Davronbek bo'laman. Akalar, Toshkent viloyati Angren shahridan bir akamizda chiroyli, mo'shniy, sostoyaniyasi zo'r holatda, dokumentlari hamma yog'i joy-joyida bitta aravalari bor ekan. Ko'rasizlar. Ma'qul kelganlar ekranda telefon raqamlar bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar. Video yoqsa albatta like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Ana shu pritsepimiz 140 ga 270. Sosteniyasi juda yaxshi. Balonlar yangi. Endi bir 400 kilometr yurdim. 2 marta Toshkentga borib keldim. Boshqa turdi. O'zim yengil mashinam sotib olgan ham o'shandan beri turibdi. Mana tent tikilgan. Tentni o'zimizda vodiyni bolalar tikkan. Sosteniyasi o'ta yaxshi. Nima deymiz? Kuzovni ichi mana ko'rinadimi yo'qmi? Mana kuzovni ichi. Kuzovni ichi ham juda yaxshi. Taglari list. Keyin kuzovni balandligi o'zi 40 cm qilinadi. Men zakaz bilan 60 cm baland qilingan. Kuzovi baland 20 cm baland qilingan. Hamma narsasi bor, texpasportlari bor, nomerlari bor. Balonni sosteniyalari mana. Balonlar shu bo'yicha turibdi. Lashetli balonlar. Ana ulaydigan yengil mashinaga, Cobalt'ga ulaydiganlari ham bor.